Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop do'stlar, bu galgi videoligimizda sizlar bilan PP Coin saytini ko'rib chiqamiz va FalsePay'dan qanday qilib adminlik bo'limlarda pul chiqarishlarni amalga oshirishni ko'rib chiqamiz do'stlar. Hop, kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop, sayt manzili kommentariyada bo'ladi. Bu sayt orqali biz shunchaki sarmoyasiz ravishda PP o'yinlarni ishlab olishimiz mumkin. Hozirda juda past deyishingiz mumkin, lekin yig'ib qo'ysak keyinchalik ko'tarilib ketadi bu valyuta ham. Do'stlar, ko'rdingiz, kapchadan o'tib olasiz. Sizda ham chiqsa, keyin get start tugmasini bosasiz. Bu yerga do'stlar FalsePay'ga ulangan email adreslaringni qo'yasizlar. Shunga pul chiqarishlaring mumkin bo'ladi do'stlar. Mana shunday oyna ochiladi do'stlar. Menda hozircha referal yo'q. 672 ta PP coin bergan. Bu hech qancha bo'lmaydi, to'g'ri. Juda ham ozni tashkil qiladi do'stlar. Buning uchun do'stlar, mana shu yerda deposit va withdrawal bo'limi bor. Withdrawal bo'limini bossak do'stlar, bizga barcha summani olib keladi do'stlar. Bu yerda ko'payib ketgan. O'chirishimiz kerak bo'ladi. 27 gacha o'chirsak bo'ladi do'stlar. Confirm requisite bosamiz do'stlar. Va bizning pullarimiz ketdi do'stlar, hisobimizga kelib tushdi. Bundan oldin 527 ta chiqargandik, hozir 672 ta chiqardik do'stlar. Bu sразу avtomatik tarzda hamyonimizga tushadi do'stlar. Do'stlar, FalsePay'ga kirib olamiz. FalsePay manzili ham kommentariyada bo'ladi. Mana shu yerdagi barcha kriptovalyutalar manzili ham kommentariyaga joylab qo'yamiz. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin bo'ladi. FalsePay manzilini ham o'sha yerdan olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Do'stlar, bu yerdan ro'yxatdan o'tish bo'limi chiqadi. Bu mikrokosholik hisoblanadi do'stlar. Eng kam miqdorda ham qabul qiladi do'stlar. Hozir hisobida bor pullarni ko'rsatyapti do'stlar. Mana shuncha puli bor ekan, odamlar saqlayib turgan pullar do'stlar bular. O'zingiz bu yog'ini tushunib olishingiz mumkin. Sing up tugmasini bosamiz. Bu yerga username kiritasiz, keyin email kiritasiz va parol komplekt bo'ladi oxirida. Va do'stlar, komplekt ro'yxatdan robot emasligingizni hisoblaysiz. Emailingizga xat boradi, shuni tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Telegram orqali o'tsangiz ham bo'ladi. MetaMask orqali ham o'tsangiz bo'ladi do'stlar. Biz hisobimizga kirib olamiz. Buning uchun do'stlar login tugmasini bosib emailimizni saqlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan rasm kapchani terib olamiz. Juda ham oson do'stlar kapcha terish. Endi mana bu yerda e'tiborli bo'ling. Birinchi aravacha, kalendar va yulduzcha. Bosamiz. Biz hamyonga kirib olamiz do'stlar. Login tugmasini bosamiz. Va yana chiqdi do'stlar. Mana shunday oyna ochiladi do'stlar. Sizda bu yerda qancha valyutangiz bo'lsa, shularni ko'rsatib turadi. Eng oxirida PP hozir mana chiqarganimiz 672 ta chiqib kelgan. Bundan oldingisi ham tushib kelgan do'stlar. Bu yerda barcha kriptovalyutalarni topsangiz bo'ladi. Ton ham bor do'stlar. Endi asosiy bo'limga keladigan bo'lsak, bunga pul kiritish uchun mana bu odamchani ustiga bossangiz mana shunday oyna ochiladi. Deposit withdrawal bo'limi bor do'stlar. Bu yerda xohlagan
valyutangizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Buning uchun do'stlar, hop, Tronga aylantirib olsangiz, mana shu yerdan misol uchun Izravel bo'limini bosasiz va bu yerdan Tronni tanlaysiz. Link adres qo'yasiz do'stlar bu yerga. Xohlasangiz Paye'dan, xohlasangiz Binance, Trust Wallet, shunga o'xshash hamyonlar ketaveradi do'stlar. Bu yerda minimal summa 5 Tron do'stlar. Va e'tiborli bo'ling, mana bu yerda do'stlar 5 minut 24 xoruz deb qo'ygan, shuni belgilashingiz kerak bo'ladi. Chunki do'stlar, bunda komissiya ko'proq oladi. Komissiyasi bor buni do'stlar. Shuning uchun mana bu 4 xoruz tanlashingiz kerak bo'ladi. Barcha qaysi valyutadan chiqarib olishingiz kerak bo'lsa yoki shunga pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, depozit bo'limini bosasiz, sizga adres berishadi. Minimal summa 0.100 Tron ekan do'stlar. Juda ham oz. Va shu do'stlar. Bu yerda do'stlar boshqa bo'limlar ham bor. Link adres bo'limidan do'stlar o'zingizga kerakli bo'lgan adresni tanlaysiz. Bu yerga ism yozasiz, bu yerga adresini yozasiz. Nima adresligini yozishingiz kerak bo'ladi. Tron bo'lsa TRK yozishingiz kerak yoki Payer TRK Payer. O'zingizga moslab yozasiz do'stlar, tushunishingiz oson bo'lishi uchun. Men bir nechta aniqlarni saqlanib qo'yganman. Tronni saqlanib qilgan ekanman do'stlar. Bu yerda linkni bossangiz o'zi avtomatik tarzda tanlanadi do'stlar. Saqlanib bo'ladi va bu yerdan xohlagan kasholingizni tanlab olishingiz mumkin. Hop, wallet bo'limi bor, istoriya bo'limi bor do'stlar. Bu yerda ham yana bitta bo'limi bor do'stlar. Bunga pul qo'yishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Poveru, marketing app, encha bo'limlar qo'shilgan, statistika. Hop do'stlar, bu yerda irim bo'limidan Faucet link bor do'stlar. Bu yerda turli xildagi saytlarda niklari bor. Shulardan foydalansangiz bo'ladi. Mana shu yerda. Hop, mana bu oq bo'lib to'lib turganlari hozirda puli bor, puli to'la turibdilar. Mana bularni puli yo'qligi sabab mana o'zingiz ko'rib turibsiz, to'la emas do'stlar bu. Hammasi 100% to'lovda. Mana shu hisobini to'ldirsa, hozirda $283 puli bor ekan buni. Hisobini to'ldirsa, mana shu yer to'ladi do'stlar. Mana shunaqa bo'limlar ham bor. Mana shu yerdan xohlaganingizni kirib ishlashingiz mumkin. Biz referal do'stlar. Hech kimga referal bo'lmaysiz bunda do'stlar. Hop, irim bo'limidan, offerval bo'limidan ham bajarishingiz mumkin. Hop, bu yerdan do'stlar turli vazifalarni bajarib ham ishlasangiz bo'ladi. Payet klikdan stakingga bossak do'stlar. Hop, bu yerda do'stlar biz stakingga qo'yib qo'ysak bo'ladi do'stlar. Fevroga qo'ysak bo'ladi. Hisobimizda qancha fevro mablag' bo'lsa, shunga qo'ysak bo'ladi do'stlar. Hop, fevro, bu yerda o'zingizga kerakli bo'lgan adresni tanlaysiz va bosasiz do'stlar. Bu yerda ham bu yerdan qo'yishingiz kerak bo'lar ekan. Hop, buni ham ko'rib chiqdik do'stlar. Hop, erim bo'limidan chiqib multiplay bo'limida do'stlar turli o'yinlari bor.
Bunda ham pul tikib o'ynaysiz. Yutkazishingiz ham mumkin do'stlar. Coin swap bo'limidan do'stlar. Asosiy bo'lim coin swap do'stlar. Mana shu bo'limda bizga kerakli narsa bor do'stlar. Hozir bundoq qilamiz va mana bu yerda Bitcoin turibdi. Menda 78 ta Bitcoin bormi? Oxirida 000. Bunga Tron tanlaysiz va konvert tugmasini bossangiz, xohlagan valyutangizni tanlab hisobingizda bo'lsa agar, menda hozir PP bor, shuni tanlab ko'ramiz. PP ni almashtirib, mana shuncha PP'ingiz bo'lsa, buni yoniga yana bitta 0 qo'ysak, keyin 4 Tron bo'lar ekan do'stlar. 12979 ta PP bo'lsa do'stlar, keyin bizda 4 Tron bo'lar ekan. Mana shu do'stlar. Asosiy bo'lim shu do'stlar. Xohlagan valyutangizni tanlab, mana shu yerdan almashtirsangiz bo'ladi do'stlar. Va bu yerdan ham xohlagan valyutangizga almashtirib olishingiz mumkin. Xohlasangiz dollarga 11 sent bo'lar ekan do'stlar. Juda ham oz. Afrante bo'limidan do'stlar, referendum silkangizni topsangiz bo'ladi. Bu yerdan ishlagan coinlarni chiqarib olsangiz bo'ladi do'stlar. Do'stlar, hozircha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'ling va do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Videoni internetda pul ishlashlik bo'yicha qiziqadiganlarga jo'natib qo'ysangiz xursand bo'lamiz do'stlar. Barchangizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.